Tibbiyotni raqamlashtirish doirasida IT operator hamshiralarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Negaki ushbu kasb egalari tizimning harakatlantiruvchi kuchi, ta'bir joiz bo'lsa, tibbiyot muassasalari bilan aholini bog'laydigan o'ziga xos ko'prik hisoblanadi. Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa tashkilotlar hamkorligida joriy yildan boshlab yo'lga qo'yilgan Sog'liqni saqlash tizimi birlamchi bo'g'ini bo'yicha yilning eng yaxshi IT operator hamshirasi ko'rik tanlovi ham e'tibor mahsuli bo'ldi. Yaqinda bu tanlovning respublika bosqichi vazirlik qoshidagi raqamli sog'liqni saqlash markazida yuqori saviyada bo'lib o'tgani haqida xabar bergan edik. Kuni kecha poytaxtimizdagi O'zbekiston Milliy kino san'at saroyida 12 may Xalqaro hamshiralar kuni munosabati bilan tashkil etilgan Bor bo'ling hamshiralar, sizga ehtirom nomli anjumani doirasida bir qator tanlovlar, shu jumladan mazkur ko'rik g'oliblari ham munosib taqdirlandi. Shu o'rinda tanlovning hududiy bosqichlarida jami 2500 nafar o'rta tibbiyot xodimi ishtirok etgani hamda ular orasidan saralanib, respublika bosqichiga yetib kelish oson bo'lmaganini aytish joiz. Hayajonli damlar yetib keldi. Sahnaga birinchi bo'lib Navoiy viloyati vakilasi ko'tarildi. U tanlovning 3-o'rniga loyiq ko'rildi. Ushbu tanlovda faxrli 3-o'rinni egallaganimdan juda ham mamnunman. Bu yurtboshimizni raqamlashtirish sohasiga qaratayotgan katta imkoniyatlarni berilayotgan e'tiborlari deb o'ylayman. Albatta, bizning asosiy vazifamiz raqamlashtirish sohasini yuksak darajaga ko'tarish, sog'liqni saqlash tizimini to'liq raqamlashtirish bilan bog'lab, qamrab olishning asosiy ishchi kuchi deb bilamiz o'zimizning. Bu tanlovning tashkil qilinishini ham asosiy maqsadi bizning raqamlashtirish, ya'ni IT sohasidagi bo'lgan bilimlarimizni baholash deb o'ylayman. Albatta bu baholash juda ham shaffof va o'rinli o'tkazildi. Juda ham mamnunmiz. Viloyatdan kelgan ko'plab ishtirokchilar bilan do'stona muloqot o'rnatdik, bir oila bo'ldik. Bu tanlov faoliyatimda yangi sahifa ochdi. Bu yerda biz sohaga taalluqli bilimlarimizni yanada mustahkamladik, deydi Toshkent shahrilik Lobar G'aniyeva. IT hamshira ko'rik tanlovi e'lon qildi, natijalari e'lon qilindi. Bu ko'rik tanlovda biz ko'plab hamkasblarimiz bilan tanishdik, bilim orttirdik, tajriba almashdik o'rtada. Bu olgan o'rnimiz bizga kelgusida mas'uliyat va keyingi ishlarimizda kuch bag'ishlaydi. Tanlovning birinchi o'rniga Samarqand viloyati vakilasi Malika Jahonova munosib deb topildi. IT operator hamshirasi lavozimi tayinlanganda hali ko'p vaqt bo'lmasdan turib, shuncha e'tibor qaratilgan bizlarga. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan juda ham katta e'tibor qaratildi. Shu yil birinchi marta IT operator hamshirasi ko'rik tanlovi o'tkazilyapti. Bu bizlarga, ya'ni IT operator hamshiralariga qaratilayotgan juda ham katta e'tibor va e'tirof deb bilaman. Viloyat bosqichidan, tuman bosqichidan o'tib kelib, mana bugun respublika bosqichiga 14 nafar IT operator hamshiralari chiqqan bo'lsa, biz hammamiz bir oilamiz. Nihoyat eng hayajonli lahzalar boshlandi. Kim oliy o'rinni qo'lga kiritar ekan degan savol barchaning ko'nglidan o'tmoqda. Boshlovchi shuni sezgandek paysalga solmay g'olib nomini e'lon qildi. Unga ko'ra Buxoro viloyati Qorovulbozor tumani tibbiyot birlashmasi Yangi hayot oilaviy shifokorlik punkti IT operator hamshirasi Boxinur Azizova oliy o'rinni qo'lga kiritdi. IT hamshira lavozimi bu bemorlar bilan tizimda ko'prik hisoblanadi. Bu yerdagi tashkil etilgan tanlov birinchi marta butun respublika bo'yicha tashkil etilganligi bu bizga yanada kuch, g'ayrat baxsh etdi. Bu tanlovga qatnashib yangi bilimlar, yangi tajribalar orttirdik. Ushbu tanlovga qatnashish men uchun bir faxr bo'ldi. Umuman Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ilk bor o'tkazilgan Sog'liqni saqlash tizimi birlamchi bo'g'ini bo'yicha yilning eng yaxshi IT operator hamshirasi ko'rik tanlovi yuqori saviyada yakunlandi. Muhimi, uning barcha bosqichida qatnashgan 2500 nafar IT operator hamshirasining sohaga doir bilim va ko'nikmalari yanada mustahkamlandi. Bu esa tibbiyotni raqamlashtirish jarayonida o'z samarasini berishiga ishonamiz.